Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Hozir ishim tushib iPhone ta'mirlash ustaxonasiga keldim. Farg'ona shahridagi Fix Mobile ustaxonasiga keldim. Sizlarga bu yerdagi atmosferani ko'rib turib video olmasdan ketgim kelmadi. Sizlarga ham ilindim. Ayniqsa telefon ta'mirlashga qiziqadiganlar, yoshlar, o'rganuvchilar uchun foydali kontent bo'lsin degan maqsadda qisqacha sizlarga hozir shu ustaxonadagi aksessuarlarni, instrumentlarni, apparaturalarni qisqacha obzor qilib beraman, ya'ni sharhlab beramiz. Buning uchun sharhlashda mendan ko'ra ustamiz o'zi qo'ldan kelgancha hozir sharhlab beradi. Bexos ketib qoldi aka, men kutmagandim to'g'risi. Bardayimiz chiqyapti, tak что to'g'ri qabul qilasizlar. Endi ishxona shunaqa bo'ladi. O'zi yana bitta narsa, elektronika ustaxonalari har doim ruschasiga aytganda bardak deydi. Shunaqa. Bu atmosferasi shunaqa. Bu apparatimiz asosan iPhone'larga ishlaydi. iPhone'lar ekranini, kleyini uzmasdan quyib beradi. Orqa kirishkasini ham zavod shaklida quyib beradi kleyini. O'shanda orqa kirishkalar mahkam, shu birinchi o'zini originaldaqa bo'lib ushlaydi, mahkam bo'lib. Havo qo'yib yubormaydi bu. Vakuum qilib yuborib beradi. Bu narsa shu hamma ish jarayoni tugab, iPhone yig'ilgandan keyin biz shu apparatga qo'yamiz. Bu pressda u bosib ekranni yopishtirib beradi. Kleydan keyin testlash jarayoni. Bir tekizda bo'ladi. Xo'p, bunimiz press, bu ham bu asosan stiklosini sensorini alishtirilganda ishlatiladi. Ekran qo'yib turib bosiladi, stikloni bosib beradi, bu yonida havosini chiqarib beradi. Bu shuni bir donaligi, faqat tepasini o'zi. Bittaligi. Bittaligi. Bu apparatimiz juda eski apparat, ko'pchilik ustalarga tanish. Buni 2017-yil birinchi zakaz qilgan apparatim shu. Laqabi tanka buni. Ko'rinishdan ko'rinib turibdi tankaligi. Bunisi shlef apparat. Bu ekranlarni suvga tushib ketgandan keyin yoki bo'lmasam remont jarayonida bo'lib turadi, ustalar uzib olishadi shlefni. O'shandan keyin uni uzilib ketgan yo suvga tushib chirib ketgan shleflar bo'lsa, alishtirib beriladi. Bu apparat shuni yopishtirib beradi. Bu apparatlar sanoqli, shaharda, hammada ham emas. Bunisi ham shu. Bu lazer, asosan iPhone ishlatamiz. Orqa kirishkasini, keyin oldi stikloni kleylarini kuydirib beradi. Ajratib olgani. Bu narsa ish jarayonini tezlatadi, ham kachistali qiladi. Bu tomonda bor. Bu endi planshetlarga ishlaydi. Bu mikroskop, men o'zim ish stolim, aytib ishlashib turadim. Mana hozirgi lazer apparatimiz mana kuydirib bergan. Kuydirib bergan, o'zi aslida polni bunaqa bo'ladi. Uni endi chiqarish oson, mana bittasi. Oson chiqib ketadi. Agar buni kuydirib olmasa, ish 2 soatga cho'ziladi. Ya'ni qirilib ketadi, mana chekkalar qirilib ketadi. Shu bitta mana chexollarga ko'chirib beradigan apparatimiz bor. Printerda rasm chiqariladi, qolagan rasmni chexolga bosib beriladi. iPhone'ga, Samsungga bor. Bu narsani o'shani o'zimiz video qilib Instagramimizga qo'yganmiz. Instagram sahifalarimda ham men ilovasini yozib ketaman video ostida. Keyin bitta savolim bor. Endi iPhone'da shu ta'mirlash uchun instrumentlarni, bunaqa komplekt apparaturalarni qanchaga sotib olsa, qanchadan boshlash mumkin? Xo'p, aka, prostali nima deydi? Hozir mana shogirdlarimiz, yangi chiqqan shogirdlarimizga ish boshlab olgani kamida $1,500 ketadi. Ular faqat o'sha stiklo, ekran, batareyka, modulni ishlar deyiladi. Shunaqa ishlarni qilish uchun. Eng boshlanishi. Professional yondashaman, yo'q, kirgan ishda hammasini qilib beraman degan odamga qancha bo'lsa kirib ketaveradi. Biz o'zimizga 30 ming kirib ketgan. Shu aka, apparatlar hammasini Xitoydan o'zim olib kelganman borib. Qo'ldan kelgancha har bitta ishga chiroyli yondashib, xuddi o'zimizning telefonda qilayotganlar qilib chiqarib beramiz. Bunaqa qo'l tegdish bo'lmaydi bizda. Hozir telefonni o'zim ham ta'mirlatdim. Juda ham ajoyib chiroyli chiqdi. Vakuum qilib. Bu tomonimiz endi o'shani kutish zali aka. Qachon ko'rsatib qo'ying, klientlarimizga bolaliklar keladi, misol ayollarimiz yoki ustaxona faqat ustaxonani o'zi emas ekan, mana kutish zalida ham ajoyib atmosferani qilib qo'yishgan ekan. Kitoblarimiz bor beramiz. Foydalanish uchun ko'rib, kitoblarni ham ko'rdim u yerda. O'rnashlar bekitdi, kitoblari turibdi. Yana sizlar uchun eng mana Dedovskiy multimetrda eng
birinchi modellardan biz shunaqa multimetrdan foydalanib o'rganganmiz ilgari. Bu hozir radio anaqasida. Shaklida, bu ichi radio. Ha, ichi radio. Ha. Oldinda shuna bo'lgandik. Qani ajoyib ustaxona muhiti. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Hozir video ostida manzillarni hammasini yozib ketaman.